Jannatning 8 ta darvozasi bo'lib, ularning har biri ma'lum bir solih amallarni ko'p qilgan insonlar uchun. Bob as-salot, namoz darvozasi. Namozlarni o'z vaqtida, ixlos bilan va butun qalbi bilan ado etgan mu'minlar uchun. Bob al-jihod, jihod darvozasi. Allohning roziligi yo'lida bor, kuchi va imkoniyati bilan harakat qilgan, jihod qilgan insonlar uchun. Bob as-sadaqa, sadaqa darvozasi. Xolis niyat bilan ihson va xayriya qilgan va muhtojlarga yordam. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam nasablari va tug'ilishlari. Bilmak kerak kim har bir ummatman degan odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni o'z ota-onasini tanigandek bilishi lozim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari arab naslidan